Assalomu alaykum, hurmatli meni muxlislarim. Bugun sizlarga ugro, yana Buxoroda unoshi deyishadi. Ugro xamir olishni birta o'rgatay. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun bizlarga 2 ta tuxum, 1 chimdim tuz, navli un va ozgina yog' kerak bo'ladi. Qani endi bismillahirrohmanirrohim boshladik. Tuz bilan tuxumni atalaymiz. Mana 2 ta tuxum va 1 chimdim tuzni atalaymiz. Endi tuz tabga ko'ra kimdir sho'rroq xohlaydi. Mana atalaymiz. Ana shu tuxumli massaga xamir olamiz. Ya'ni Buxoroda xamirosh deyishadi. Shundagina ugralar titilmasdan dirkillab turadi. Mana endi bunga xamirosh tutamiz. Ya'ni xamir mana aziz meni muxlislarim, mana shu tuxumli massaga xamir. Ugralar pishganda titilmaydi. Mana aziz meni qadrdon muxlislarim. Meni qo'llab-quvvatlayotganlaringiz uchun, menga obuna bo'lib, a'zo bo'layotganingiz uchun, layklar uchun sizlarga ming marta tashakkur. Mana qadrli meni muxlislarim. Ana shu tuxumli massaga mana xamirosh tutamiz mana. Qadrli meni muxlislarim. Ana 4 ta 5 ta tuxum solib ko'proq xamir qorishlaringiz mumkin. Agar oilada odam soni ko'p bo'lsa 4 ta 5 ta tuxum bilan ham xamirosh tutish mumkin. Qadrli meni qadrdon muxlislarim. Mana Ana xamir tayyor holatga keldi. Ushlab yediramiz. Endi buni ustiga ozgina yog'lab qo'yamiz. Xamir tayyor bo'lgandan keyin ozgina yog' surtib qo'yasizlar. Qadrli meni muxlislarim. Besh 10 minutdan keyin buni mushlash mumkin. Salafan paketga o'rab qo'yamiz. Mana xamirimiz tayyor, qadrli meni muxlislarim. Endi buni tindirishga qo'yamiz. Salafanga o'rab.